Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Aziz yurtdoshlar, bugungi sotib chiqqan uyimiz chakka ne bo'ladi? 10-20lik 200 kvadratlik hovli joyini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganlaringizdek, eldinda zilyon zonalari bor. Mashina qo'yish uchun mesta qoldirilgan. 2 qavatli 200 kvadratda bo'lgan hovli joy chiqdi. Ajoyib bir mestada. Qani shuni bir yandan Xudo xolasa görüp o'tamiz. Girish eshiklarimiz demir eshikda. Kelganimizdan shundan bir prixoshka. Yonda qo'l yuvish uchun rakvinalar qo'yilgan, kafellar terilgan. Bir yandan ko'rib boraveramiz. Dalan qismi ochiq dalan ekan, ko'rib turganlaringizdek. Dalani keng mo'l tushgan. Tak, bir yandan zalim oladi. Zalimdan keng tushgan, katta lyustralar asilgan. Hamma vajh qoladi, ko'rib turgan o'zlaringiz. G'alalar toza, yangi. Bu zal qismi. Patologlarimiz natijnoy, shestikranlik bo'lib tushgan edi. Layklarni ko'proq bosib qo'yasizlar, donishlarni tarqatib qo'yinglar. Zo'r joy, shunday 10-20lik joy qidirib yurgan yurtdoshlarimiz uchun. Ko'rib turganlaringizdek, zo'r keng mo'l tushgan. Razmerlarına gap yo'q. Tak, bir yandan kuxnyasi bo'ladi. Yine birinde yine karlı adamla bo'lsa, bir dana kichkina spalnimiz ham bor. Spalnimiz ham keng mo'l tushgan, remontlari yaxshi. Taxta poldan. Birine keladigan bo'lsak, endi kuxnyasi, oshxona. Eshik qo'yilgan, чтобы ovqat isi chiqmasligi uchun. Kuxnyada mebellar polni qo'yilgan, vычка, gaz plita, moyka, kirmashik, xolodilnik, ariston hamma vajh bor. И plus zo'r tomoni adam bo'yli podval bor ekan. Obunachilar. Bir de banka bunu qo'ysa bo'ladi. To'q konturli otopleniyamiz qo'yilgan. Yanımızda vannaxonasi, ya'ni sanuzel. Sanuzelda rakvina, vanna, unitaz qo'yilgan. Patologdan kafellar terilgan ekan. Kuxnyasimiz ayollarimiz uchun 100% tayyor. Hamma vajh bor, xolodilnik, kirmashin, gaz plita bor. Ariston ham qo'yilgan ekan. Bunda yana to'q konturli otopleniyamiz, Airfield firmaniki. Filtr, reduktor hamma vajh qo'yilgan. Birinde kichkina bir sochli pishirgining joyi bor. Hurmatli obunachilar. Endi ikkinchi qavat bilan tanishib o'tamiz, xudo xolasa. İkinci qavatga chiqamiz. İkinci qavatimiz zinasi at-tabaqat chiroyli qilib uzatilgan taxtadan. Bismillah. Bahasini ham shu yerda aytib o'taveramiz. Bahasi 110 ming aytilib turibdi. Kelishib, qaytilib beriladi. 3 yil bo'lgan. Ikkilamchi kredit yetmagan pullaringizni ikkilamchi qilib banka orqali olsa bo'ladi. Hujjatlari 100% tayyor, doğru. Ada o'tadigan. Birinde katta bir spalni, xonalar keng, yorug', hammasida oyna bor. Birimizdan shunday bir xona, xalasanızlar bir ham spalni qilib qo'ysangiz mumkin. O'zining ichida sanuzeli bor. İkinci qavatdagi sanuzel, rakvina, vanna, unitaz qo'yilgan, patolog kafel terilgan, patologimiz natijnoy. 10-20lik hovli joy qidirib yurganlar uchun. Bir spalni. Bu yanda bir dana yana katta zali bor. Zalam shu pastdagi katta bo'lib tushgan. Chiroyli bo'lib turibdi.
Aynalarımız katta qo'yilgan. Uzun panoramli ayna, yorug'lik yaxshi tushishi uchun. Teplый pol, ayakımızın böyle açık dalanımızın üstü iyi. Plus bir anda kichkina balkon çaysam bak. Yani çıkıp sigaret çekmekeni, taze hava bakamı çıkıp duruş için. Hürmetli obunachilar, narx-navosini aytib o'tdim. Iloji boricha maksimalni tarqatib qo'yinglar. Joy qidirib yurgan odamlar bo'lsa, ajoyib hovli joy chiqdi. Narx-navosini aytib o'tdim. 110 ming deb aytilib turibdi. Qaytib kelishtirib beriladi. Ikkilamchi variant ham chiqadi. Yetmagan pullaringiz bo'lsa, variantni bank orqali qilsangizlar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bu uyimiz kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastda telefon nomeri qoldiraman. Bemalol bog'lanaverasizlar. So'nggi roliklarda görüşguncha sog' omon bo'linglar.